Amerika Tashqi ishlar ministrligining sobiq ministri Mike Pompeo 19 yanvar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atagandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buningga qattiq noroziligini bildirgan va Xitoy tashviqot vositalari bu bayonotga bas-basda hujum boshlagan edi. 25 yanvar kuni Xitoycha Tang'artaq tori Uyg'ur rayoni raisi Shuhrat Zakirning Amerika Tashqi ishlar ministrligining sobiq ministri Mike Pompeoning bayonotini aybligan uzun yozmasini e'lon qilgan. Shuhrat Zakir bu ayibnomasida Mike Pompeoni Xitoyning ichki ishlariga aralashdi, Xitoyning Xinjiangni tuzash siyosatiga hujum qildi, xalqaro nizomga xiloflik qildi, Xinjiangdagi har millat xalqining baxtli turmushiga qarshi turkidi deb ayiblagan va uningga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Analizchilarning qarashicha, Shuhrat Zakirning bu yolg'on doklati Xitoyning jinoyatini yoshirib ololmaydi. Uning terrorlikqa zarba berish degani Xitoyning yanada bu qalpoqni bahona qilayotganligini, namratlarni yo'lash degani keng ko'lamli qul emgakni rivojlantirganligini, majburiy ma'rifni umumlashtirdik degani yosh o'smirlarni Xitoycha ma'rifga mahkum qilganligini ko'rsatadi. Diniy erkinlikni kafolatga ega qildik degani texmo kulkilik. Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas xonim 25 yanvar Washington Post'si gazetida maqola e'lon qilib, Jo Bayden hukumatidan Dr. Gulshan Abbas va boshqa barliq Uyg'urlarni turma lagerlardan qutuldirish uchun kurash qilishga chaqiriq qilgan. Roshan Abbas xonim bu maqolasida Xitoy hukumatining o'chilish xarakterlik tutqun qilib, 20 yil kesib o'tgan hadisi Gulshan Abbas va uning oilasidagilar duch kelgan fojiani tilga olib, mushu tipik voqeadan Xitoy hukumatining naqadar razil, qabih va zo'ravon hokimiyat ekanligini, yillardan beri butun Uyg'urga tuhmat chaplab, ularga xilma-xil paskash nayranglar, qo'rqinchli vositalar bilan ziyonkashlik qilib kelganligini bayon qilgan. Roshan Abbas xonimning bildirishicha, Trump hukumati Xitoyning zulmini irqiy qirg'inchilik deb atagan. Jo Bayden hukumati buni muayyanlashtirgan bo'lsa-mu, buning bilan Xitoyning davomli yurgizib kelayotgan bu jinoyatini to'xtatib qolg'ili bo'lmaydi. Egilenishicha, Xitoyning tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori 2020 yili %10% eshib 188 milliard kub metrga yetgan. Xitoy davlat istatistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, 2020 yili Xitoyning tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori oldingi yilga solishtirganda %9.8 eshib 188 milliard 800 million kub metrga yetgan. Bundaq bo'lganda, davlat ichida tabiiy gaz ishlab chiqarish uda 4 yil 10 milliard kub metrdan oshgan. Xitoyning energiya ishlab chiqarishining zo'r bir qismi bo'lib bu tabiiy gaz va neft Sharqi Turkistondan keladi. 12-oyda Xitoy neft shirkati Sharqi Turkistonning Jungar oymaliqidan 109 milliard kub metr tabiiy gaz zapsi bayqaganligini e'lon qildi. Xitoy bilan Yangi Zelandiya o'rtasidagi savdo kelishimining doirasi kengaytirildi. Xitoy rasmiy Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoy bilan Yangi Zelandiya ikki davlat o'rtasidagi ikki taraflik erkin savdo kelishimini yaxshilash to'g'risida kelishim imzolagan. Xabarda Xitoyning kengaytirilgan erkin savdo rayonining bir qismi sifatida aviatsiya, ma'arif va pul muomala qatorliq sohalarni ochadiganligi, Yangi Zelandiyaning Xitoy o'qituvchilari va sayohat yetakchilarining viza normasini oshiradiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Buningdan boshqa kelishimda o'zaro tamojna bejini kamaytirish bor. Kelishimga savdo ministrlari Damin O'Connor va Wang Wintoy imzo qo'ygan. Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri O'Connor bayonotida Xitoyning erkin savdo kelishimi va bizning savdo amaliyotimiz tunji kelishim imzolangandan buyon ko'p o'zgardi dedi va kelishimning muhimligini tushuntirdi. Ikki davlat o'rtasidagi tunji erkin savdo kelishimi 2008-yili imzolangan. Amerika Kengash palatasi Prezident Jo Bayden tarafidan tashqi ishlar ministri qilib ko'rsatilgan Antony Blinkenni tasdiqladi. Kengash palatasi umumiy yig'inda o'tkazilgan bilet tashlashda Blinkenning ministrlikka kandidatligi 22 ga qarshi 78 ovoz bilan ma'qullandi. Bayden bilan uzun yil hamkorlashgan va tashqi siyosatda 30 yillik tajribasi bor Blinken 2015-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oralikda Obama vazifa o'tagan mezgilda muavin tashqi ishlar ministri bo'lgan.
Blinken nomzodligi jarayonida Donald Trump hukumatining Xitoyni Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan ayblagan qaroriga qo'shilganligini bildirgan.